Assalomu alaykum ijtimoiy tarmoq kuzatuvchilari, bizni kuzatib boruvchi qadrdonlar. 2026-yilda ham Tunakafon xizmatlarimizni ko'rsatishda davom etyapmiz. Ishonchli tanlov, sifatli Tunakafon xizmatlarimizni sizlarga taklif qilamiz. Hozir buloq boshidamiz. Ish jarayonlarimizdan sizlarga ko'rsatib o'taman. Xizmatimiz vodiy bo'ylab 120 mingdan 140 ming so'mgacha jami xarajat ichida qilib beryapmiz. Jami deganda va'da slifi kosmos alohida bo'ladi, qolgan narsalari ichida bo'ladi. Bizni kuzatishda davom etinglar. Qadrdonlar, yana bir bor assalomu alaykum. Buloqboshidagi Tunakafon ishimizni, ish jarayonlarimizdan sizlarga ko'rsatib o'tmoqchimiz. Bu xonadonimiz ko'cha o'stirma shapkalari polniy narigi chekkadan bu chekkagacha bo'lyapti. Darvozaxonamiz ikkita bo'limda bo'ladi va ichkari shapkalari polniy bo'lib o'tmoqda. Bizni kuzatishda davom etinglar. Vodiy bo'ylab 120 mingdan 140 ming so'mgacha jami xarajati ichida qilib beramiz. Faqat tarnov alohida bo'ladi. Tarnovda o'zimizda bor. Agar olib kelib bersangiz, biz xizmatimizni bersangiz, biz qo'yib beramiz va darvozaxonaga kosmos qo'yiladigan bo'lsa, uni summasi alohida bo'ladi. Qolgan narsalar hammasi ichida. Lesa, usta haqqi, samarezi, dastavkasi, tunakasi, xullas hamma yo'g'i sizdan bir mahal obed bo'ladi. Bu ko'cha tomon o'stirma shapkamiz bo'ladi. Shunaqa holatda, chiroyli holatda bo'ladi. Bu joylarimiz g'ish bilan o'raladi. Bu yerimizni gipsakardonda qilib beramiz. Gipsakardon olib kelganmiz. Bu joyimizni gipsakardonda o'raymiz. Devor bo'lib o'tib ketadi. Bu yerlarimiz Tunakafon qilmasligimizdan maqsad, bu xonadonimiz masalan shunchalik chiroyli holatda bo'lyapti. Tunakafon qilsangiz pastgacha past bo'lib qoladi. Bu duvalda hisobga kirmay qoladida, pastga munkib qolganga o'xshab qoladi. Shuning uchun sal balandroq bo'lishi uchun bu joylarimizga tunakadan qilmaymiz. Agar tunakadan qilsak ham bo'laveradi, lekin uni maslahat bermaymiz. Kirganimizda darvozaxonamiz shunaqa holatda bo'ladi. Bu darvozaxonamiz eni 4 metrga yaqin, uzunligi 8 metr. 8 metr 760 ekan. Bu xonadonimizni bitta darvozaxonamiz, bitta chasi bu. Oyna rombimizdan qo'yib berganmiz. Bu joyimiz bitgan holatda, shunaqa holatda. Oldin qilinardi, karniz bo'lardi, dela bo'lardi. Tashqi delaga biz ikkitalik novoq qo'yganmiz. Bu ham ozgina yangilik qo'shib qo'yganmiz. Mana ko'rinishida chiroyli holatda bo'ladi va bu tomonimiz ham darvozaxonamiz uzunligi 14 metr, 370 ga 14 metrli darvozaxonamizni ham xuddi shu fasonda qilib beramiz. Bu joyimiz shunaqa holat, kirdi chiqdi joyi bor. Buni tagiga 25 santimetrlik ko'rikimizdan qilib beramiz. Narigini pasi bilan buni pasi bir xil keladi, prosta ko'rib qo'yib beramiz. Usta akamiz ishlayapti mana. Futbolkalarda mana brendlar bor. Ichkari tomon o'stirma shapkalarimiz ham bo'lgan. Bu joyimiz ozgina chola joylari bor. Bu joyimizni taxtagicha polniy ko'rib qo'yib beramiz, chekkagicha. Bu tomonimiz ko'rib bo'lib o'tgan. Akfani tepasiga polniy. Bu frontonimiz ham yopiladi. Bu joyimizni tunaka qilishimizdan maqsad, Tunakafon qilishimizdan maqsad bu joyimizga shuvoqlar hech narsa ushalmaydi, ertaga tashlab olmasligi maqsadida bu joyimizni Tunakafon qilib o'tamiz. Burchaklarimizga ham alohida e'tibor berib qo'yasizlar. Bu joyimizni ko'rib qilib, chiroyli qilib yasab beryapmiz. Bu joyimizda bitta, ikkita, uchta burchagimiz bor. Burchaklarimizni ham hamma yo'g'ini kelishilgan holatda, kelishlari bir xilda, narigi tomonimiz ham bu bilan bir xil. Shunaqa holatda bo'lib o'tyapti. Bizni kuzatishda davom etinglar. Yana nima qolib ketdi? Tarnovda mana oldin tarnov qo'yilgan. Ko'rinayotgan bo'lsa, tomdan oldin tom bilan birga tarnov qo'yilgan. Shipirlari ko'rinib turibdi. Endi biz bu aybimiz emas. Agar biz tarnov qo'yganimizda shu ko'rinishlarni yo'qotib yuborgan bo'lardik. Bu joyimiz ham ko'rib bilan polniy ko'rib bo'lib, chiroyli bo'lib, nariyoqqa bir-biriga to'g'ri qilib, sahpadat qilib o'tamiz. Darvozaxonamizni chiroyli holatda, shapkalarimiz, ichki darvoza, tashqi shapka, xullas hammasini chiroyli holatda qilib beramiz. Bizni kuzatishda davom etinglar. Xudo xolasa sizning ham yuzga, xonadoningizga Tunakafon ishlari, xizmatlari kerak bo'lsa, bemalol murojaat qilaverasizlar. Nomerlarimizni ekranlarga qo'yib qo'yamiz. Podpischilarga salom deb qo'ying endi usta.